O'zbekistonda bor narsani aytaman sizlarga. Mana yangi ixtiro. Odamlar umrbod ketmon chopib yurgan, ketmondan 3-4 esa yaxshi ishlaydi. Bunday qilib cho'pda o'ltirgani, udar bilan, mana jondarini ham qarag'ida. Cho'p o'ltirgani chopqani, agatlar. Udar bilan, bu kichkina jellarga kichkina. Buni cho'ngi bor. Cho'ng jellarga komplektda ondan tashqari agatola turgani bor. Chopgandan keyin agatosa bo'ladi. Buni komplekt mana shunday razborni vidi bitta tikoga solib ham talaga olib borib ish qilib kelsangiz bo'ladi. Ketmendan ko'ra 3-4 esa o'ng'oy chovushni qaranglar. Cho'ptorda chavib, uni qurchitib qo'yiladi. Bo'ldi cho'ptorda o'ltir yerda kesib ketaveradi. Kimga kerak bo'lsa, Qirg'iziston bo'yicha dostavka bor. Bir komplekta ikkita bitta mandatchi, bitta cho'ngchi, agatola turgani komplekti 2,5 ming Qirg'iziston bo'yicha dostavka bor. Telefondorda yozib qo'yamiz, любой mahal chasangar bo'ladi. Jo'natib beramiz. 2,5 ming so'm. Bitta ketmen olam desangiz ham yaxshisi 1 ming so'm bo'lsa kerak. Qaranglar ketmendan 3-4 esa yaxshi chavat, tezroq chavat. Qaranglar bardiq cho'plar qaranglar. Ko'rdingizmi? O'z-o'zi o'ndirishda qo'ldoyliq. Bu o'z-o'zidan chiqqan buyumlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ishlaringizga igilik, ko'ntilaringga Alloh baraka bersin.